Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Sizlar bilan yana g'oyibona diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Sizlar bilan yana bir chakchak turini o'rganib olamiz. Marhamat tomosha qiling. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi navbatda idishimizdagi 5 dona tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Tuxum oqiga qoshiqchani 3 dan 1 qismida choy sodasi va 3 dan 1 qismida tuz solib olinadi. Mikser yordamida oppoq ko'pik bo'lgunicha ko'pirtirib olamiz. Mana ko'pirtirib oldik. Endi tuxumni sarig'ini birin-ketin solib, buni ham ko'zdan g'oyib bo'lgunicha ko'pirtirib olinadi. Barchalarini ko'pirtirib oldik. Endi ustiga elakdan o'tkazilgan 375 gramm atrofida unni solib olamiz. O'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olinadi. Xamirni yaxshilab mushlab olamizda, salofanga o'rab yarim soatga qoldiramiz. Xamir mushlash jarayonini har yarim soatda 3 marta takrorlab qo'yishni esingizdan chiqarmang. Xamirimiz tinib oldi. Endi birozgina un sepib, xamirni o'rtacha qalinlikda yoyib olamiz. Yoyilgan xamirni ustidan 2 osh qoshiqda omuxta yog'dan surtib olinadi. Endi xamirni birozgina bostirib olib, 2 sm ga 2,5 sm atrofida bo'lakchalarga bo'lib chiqamiz. Mana bo'laklarga bo'lib oldik. Endi buni yarim soat mobaynida tindirib qo'yamiz. Yog'imizni biroz qizdirib olib, 4-5 tadan solib, barchalarini chiroyli pishgunicha o'rtacha pastlikdagi olovda qovurib olinadi. Endi qiyom tayyorlab olamiz. Buning uchun men birozgina ko'proq tayyorlab oldim. 400 gramm shakarga 200 grammda suv solib olamiz. Ustidan qoshiq uchida limon kislotasidan ham solib olinadi. 10 daqiqacha o'rtacha olovda qaynatib olamiz. Qaynagan sirupimizni ustidan 1 stakanda oddiy magazin asalidan qo'shib oldim va shu holatda yana 5 daqiqa qaynatib oldim. Mana chakchakimiz tayyor bo'ldi. Chiroyli qilib ustiga qiyomlarni quyib oldik va dasturxonimizni yana bir chakchak bilan bezatib oldik. Hozircha esa e'tiboringiz uchun kattakon tashakkurlar etaman. Kelasi videolarni kutib qoling. Kelasi videolarda g'oyibona diydor ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman. Xayr, omon bo'ling.